Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Ko'pincha kommentariyada yozib qoldirishadi. Obyektivingizni polni obzor qilib chiqing, bitta-bitta tushuntirib, nima ishlar qilinayotganligini, qanaqa ish qilayotganlaringizni tushuntirib bering deb kommentariyada yozib qoldirishadi. Mana shunaqa akalarimiz uchun bitta video orqali xudo xolsa ishlarimizni, qilgan ishlarimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Obyektivimiz Buxoro shahrida joylashgan. Biz bilasizlar, deyarli 12 ta narx-navosi to'g'ri kelayotgan bo'lsa, 12 ta viloyatda ham xudo xolsa ishlaymiz. Xo'p. Obyektivimizda uchastka polni sistemida ham teplый poldan, ham batareyadan foydalanmoqda. Biz iloji boricha ko'pincha aytib o'taman, ham teplый pol, ham batareya qilibsizlarmi, iloji boricha avtomatika qilish kerak. Ya'ni teplый polni batareyani boshqarish kerak. Ya'ni teplый pol haroratini 28 gradusdan yo 30 gradusdan oshirmagan holatda ishlasak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Xonani batareya qizdirsa, undan ham yaxshi hisoblanadi. Spalni joylarini teplый pol qilmasini tashlab ketganmiz. Men tavsiya qilgan bo'larim, iloji boricha mana joylarni ham teplый pol qo'yishimizni ko'rishingiz mumkin. Masterskiy spalni. Xo'p, ichida sanuzli ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu brendni bilgan bo'ladi, Hanskroy. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Rakvina, dush, mana shu joyga kabina qo'yamiz, jakuzi qo'yamiz. Vannali stиральный mashina bo'ladi, ikki qatorli. Xo'p, ish sifati prям idealni, akkuratni holatda chiqmoqda. Ko'pincha aytib o'tamiz, vaqtimiz ketsa-ketsin, ishimiz sifatli, ideal, ertaga uzoq muddat xizmat qiladigan ish bo'lsin deb ishimizga o'zingizlar ko'rib baho berishingiz mumkin. Yana bitta spalnimiz. Bu joyimizga ham teplый pol qilmaganmiz. Mana bu aytganim, lekin tavsiya qilgan bo'larim, iloji boricha mana shunaqa joylarimizga ham teplый pol qilib o'rsak, sababi teplый polni gradusini 28 gradusdan oshirmasak, odamga behuzurlik ham qilmaydi, mazza qilib uxlaydi. Xo'p, yana bitta xonamiz. Xo'p, bu joyimizda kichkina hol, zal, mehmonxona degan bo'ladi. Mana bu joyga kravatlar bo'ladi, bu yerga televizor bo'ladi. Batareyalarni qo'ymaganmiz, sababi ertaga malar kelib boshqatdan rodbon qiladigan bo'lsa, batareya qo'ysa xalaqit qiladi. Shuning uchun batareya qo'ymasdan ketganmiz, joylarni chiqarib ketganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa holatda bu sanuzlimizda ham installyatsiyalarimiz Hanskroy. Bu joyimizda dush, ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar ham baho berishingiz mumkin. Ishimizga tushuntirib berayotgan bo'lsam, yana aytayotgan bo'lsam, joyimizdan spalni joyini tashlab ketganmiz. Ikkita radiator qo'yganmiz. Bu joyimizga ham radiator qo'yganmiz. Bu joyimizga ham kollektorlarimiz mana shunaqa holatda, akkuratni, idealni holatda taralgan turibdi. Baho berish o'zingizlardan. Ish mana shunaqa sifatli bo'lsa, odam ko'rib haqiqatdan mazza qiladi. Har bitta xonamizning teplый pol turbalari alohida izolyatsiya bilan mana shu kollektorga bormoqda. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa holatda bo'lmoqda. Yana bitta narsa e'tibor qiladigan joyi, fanoviy turbamizni tepaga chiqarib o'rganmiz. Bu joyimizdan chiqarmasa, ertaga sanuzlimizdan badbo'y hidlar chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun bu sanuzlimizdan, narigi sanuzlimizdan ham turbasini tepaga qarab chiqarib yuborganmiz. Xudo xolasa, ishimiz mana shunaqa holatda bo'lmoqda. Har doimgi aytayotgan gapim, baho berish o'zingizlardan. Ish mana shunaqa sifatli bo'lsa, xudo xolasa, ishlashi ham shunga yarasha sifatli, ideal bo'lishi aniq. Nima deysizlar? Videomiz yoqqan bo'lsa, ishimizdan sifati yoqqan bo'lsa, qo'lingizdan kelsa shuni bosib ketinglar, sababi bizlar xursand bo'lamiz. Yana ham motivatsiya bo'ladi. Ko'proq videolar chiqarib borishga harakat qilamiz sizlar uchun.